Nemiş bu yandım bir hüccetim bunu kuraya. Yani biz şu CSS tiki mavi position ma sözlemey nemiş şu flexni sözleyimiz degende yani şu yani flat'ta muşunu sözleymiş flexni sözleyimiz dep anda o'ylashingiz mumkin. Özümden şahsen karşımda ma flat bilan positionniki xosliqlarini moslashtirish bir qadar tezroq bo'lib ma position xosliqni ishlatish bir qadar odamdan ko'proq mashq qilishni tavsiya qilishni talab qildi. Lekin ma bizniki ma flex bo'lsa unda emasa flexda intayin osonlam bir taraf qilib etkil bo'ldi. Yani şu flex çıkılmazdır 7-8 yıllık kan kıldı. Hazır bu pişip yetilip intayin kendi ayrı işletilimiz. Ben şahsen şu flat ile position'da taz yaxşı işletemeyim. Bulup mu position'da. Şuna hem de müşterisiydim o. Flex'ni kullandım. Onun üstüge bizdeki şu flex'ni özümü meniki uçuk derslerini kökenler buldu. Flatternik ya. Şu uçuk derste main access start cross access algen main access algen degan ikki xil narsani o'rgandik qo'y biz. Şu narsalarnikida endi biz şu flexga o'xshab ketadi, sodiqlar. Shunlashqa bizniki şu Flutter'da ko'rimizni yozgan vaqtimizda price bo'lsin deb shunga shunga bizniki Flutter'da ko'rimizni sizga vaqtimizda şu hukmlar şu joy ishlaydi. Shunga shuni so'zlamoqchi bo'ldim. Bunda ise biz dersning o'zi kelaylar. Endi miya qaraydigan bo'lsak, endi Flexbox deganimizning o'zi mana Flexboxning o'zi elastik quta, ya'ni gramka deb tushunsak bo'ldi. Endi maya qaraydigan bo'lsak, ma Flex Start debdi. Bunikida ma miyadan olishibdi. 3 tal quti bor ekan buning ichida. Ma bir qutining ichida ya'ni 3 tal quti bor ekan. Ammo ustidagi ma tishlik ma quti nim quti deganda bu asos quti, ya'ni ochiq quti deymiz buni. Ma ichki narsani bo'lsa biz buni bol quti, ya'ni biz buni a'zo quti deb bilib bo'ldi. Manaki devamı kille. Yani bu flex diyen nimligen gap degende flex olsa İngilizce flexible box diyen sözüne kıskartılışı bulup elastik quta deb atsak bo'ldi buni. Sözüne özü flexible özü elastik diyen gap bo'ldi, box'ning özü quta. Flex'niki ham da o'rlashtirish, ya'ni biz buju deb qo'yamiz-ku. Bu flex'dan şu bujuni o'rlashtirishda ishlatiladigan bir bujuniki shakli. Yani bu elastik o'rlashtirish bo'lib-da, biz flex'ni ishlatgandan keyin bizniki bujularımızın hammasi flex, ya'ni flex box bo'lib ketdi. Endi bu flex box'ni o'rlashtirishniki bir qancha xil usuli bor. Endi flex o'rlashtirish, ya'ni flex buji quti modelini nihoyatda zo'r jonliqlikka ega. Biz flat deymiz, position deymiz, shulardan nihoyat testda qilgan narsalarni flexda intay osonla amalga oshirib bo'ldi. Har qanday bir qachni flex o'rlashtirishda belgili bo'ldi, flex qilib etkili bo'ldi. Ya'ni o'rlashtirish usuli cho'qim biz flex aylanmoqchi bo'lgan qutini tanlagandan keyin
biz buningki display ya'ni ko'rsatish xosligiga flex degan mavi xoslikni beramiz. Ma flex degan parametrni beramiz. Ya'ni shu box degan ma bir tal ramka bo'lsa, quti bo'lsa, shuning ichida bir necha elementlar bor. Bu elementlarni biz teshik bersak, shu qachon ichidagi barliq bujularning hammasi flex bo'ldi, ya'ni elastic box, ya'ni elastic quti bo'ladi. Endi shu qurishlik elementlarni flex orqali o'rlashtirishda biz shu displayningki inline flexga inlinesga biz shu displaysa inline flex desak bo'ldi. Mana shu vaqt kelganda o'rganamiz. Endi men WebKit degan bir gap chiqib qoldi. Endi bu WebKit deganimiz nima deganda, bu WebKit deganimiz Mozilla Firefox degan tor ko'rishni ishlatib baqqanlar bo'lishi mumkin. Bu shu Chrome'ga o'xshash intayin yaxshi tor ko'rgich. Buningki endi yadrosi endi WebKit, ya'ni endi shu Mozilla'mi ishlasin deb qilsak, shu WebKit deganni qo'shitimiz, ya'ni oldiga sixtati WebKit endi flex deb qaytversak, endi bu biz demoqchi bo'lgan maqsadimizga yetamiz. Firefox'nikida. Endi flexni ishlatib o'rlashtirgandan keyin endi shu yozgan CSS kodimizning ichida float, clear, vertical align degan xosliklar butunlay amaldan qoladi, ishlamaydi. Shunga shu float, clear, vertical align degan xosliklarni amal va aralashtirib yozishdan saqlaninglar. Ya flex ishlatinglar yoki mushularni ishlatinglar. Endi shu flex orqali o'rlashtirilgan elementlar flex qachsa, flex container oldu. Ya'ni biz bu konteynerni Flutter'da anlagan, ya'ni bu Divi'ga o'xshab ketadi bu. Bizningki oldingi soatlarda o'rgangan Divi'ga o'xshab ketadi. Qisqartib endi bu flex konteynerni flex qachsini endi biz qisqartib qachi deb ataymiz. Endi uning barliq tarmoq elementlari, ya'ni biz degandek bir tal qachi bor, bu qachilar ichida bir necha element bor, ya'ni bir qancha bujular bor, div bor. Mush divlar mush tishidagi divniki a'zolar atildi, ya'ni bo'lsa a'zolar deyildi, ya'ni flex a'zosi deyildi. Buni qisqartib a'zo deymiz. Tushunmagan joylar bor buni. Hukm jihatda tushunmagan joylar bo'lsa so'rasanglar, tushuntirib qo'yma. Savol bo'lsa undaqsa davomini boshlaylik. Davomini so'zlaylik. Ama crash start deydi. Crash deganimiz mavqni ko'rsatadi. Crash start degan mavqni ko'rsatadi. Mavqni ko'rsatadi. Main deganimiz, main degan x o'qni ko'rsatadi. Ya'ni biz xotun ochila portal siziqsizlik yani mavi y o'q mavi x o'qa mavi y o'qa ma y o'q mavi x o'q.
Endi biz mau Flexbox'da buni qanday qilib olaylik deganda, ma x o'qni biza, ma o'qni biz main main access deymiz. Main access deymiz. Ma y o'qni bo'lsa cross access deymiz. Müşkep için varsanlam ikkisini tushunib olsanglar bo'ldi. Ya'ni men main degan asos o'q bo'ldi. Mavo cross deganimiz tik yantu o'q bo'ldi, yantu o'q. Yan o'q deymiz. Mushni amal va esanglar cho'qim tutolmasanglar bo'lmaydi. To'pmi yo'llay. Bu intayim muhim mazmun. Bunda qo'ysa PPT'ni o'zi qaytla. Mayadim dedim mana. Mav asos o'qdi, mav yon o'q, ya'ni tik o'qa. Buni ham shu shamon ichida, ya'ni shu azana ichida mav asos o'q debdim, ya'ni ma'ni yon o'q, ya'ni tik o'q debdim ma'ni. Ma'ni unda farqlantirsa qasara to'xtaydi matematik bo'yicha. Endi bu yerda bu yerda my start deydi. My start deganimiz bizniki miyaqdan boshlandi, my start deganimiz. Cross end deganimiz bunda bo'ldi. Biz buni o'zi kelgan so'zlaylik. Endi bu flex o'rlashtirishda biz endi qo'shni sukutdiki ikki xil xoslik bo'ladi. Bu ikki o'q bo'ldi, ya'ni horizontal endi asos o'qa, ya'ni main axis bo'ldi. Ya'ni shu x o'q, ya'ni tik o'q. Ya'ni x o'q bilan ifodalaymiz. And then ma tik o'qa, ya'ni cross axisni. Cross axisni y o'q deymiz. Endi bu asos o'qning boshlash o'rni, ya'ni rank bilan kesish nuqtasi main start bo'ldi, ya'ni ma bir tal quti bo'lsa va biz buni 2 x o'q va y o'qqa bo'lsak ma y ma x, ya'ni ma main bo'ldi. Ma cross bo'ldi, cross o'q. Cross o'q bo'lsa miyak main start deganimiz del ma joyidan boshlandi. Miyak ko'rsatmoqchi, ma main start. Main start degan miyak ko'rsatdi, ya'ni miyad boshlandi. Shu 0 mushu kesgan joydan boshlangan o'rinni ko'rsatdi. And then main end deganimiz del miyak ko'rsatdi. Miyani şan gösterdi. Endi bak crash start degancha. Crash start deganimiz del majani gösterdi, miyadan boshlangan joyni. Endi bak oxirlash nuqtasi, shu yon to'qninki oxirlash nuqtasi miya bo'ldi. Miyani gösterdi. Endi biz buni shu kodni yozib qo'ygandan yog'i bekrak tushunasizlar. To'q yo'llikda ya. Endi bu flexniki endi qoshniki xususiyatlari flex decoration, ya'ni buniki
yo'linish bo'ladi. Flex verb deymiz, flex flow deymiz, justify content deymiz, algin aytimiz, algin content. Yani 6 xil bo'ladi. Biz buni shu ayrim o'rganib o'tamiz. Nimani tushunmadingiz İbrahimjon? Tushunmagan narsani. Tushunmaganingizdan keyin nimani tushunmadingiz shuni deb turing, ha. Endi bu flex hamda bir qadar tez gap, ha. Bu gapni hozir miya deb basim qilganlashibdi-da. Men ma'ni ayrim oltisini ayrim misoldan so'zlab qilib beraman. Birinchi hamda shu flexniki, hamda birinchi ko'p ishlatilamiz flex decoration, ha. Bu flex decorationniki to'rtta parametri bor. Bu parametr qanday deganda birinchisi hamda row, endi row reverse, ikkinchisi column reverse. Bu row bilan row reverse'niki farqini biz nihoyatda oson bilib olamiz. Birisini bilsak, asos qilmish 2, ha. Ikkisini bilib olsak bo'ldi. Unda qo'ysa biz buniki altın ko'rla. Endi ma'noda endi flexda endi flex decoration'niki tashkilki a'zoniki tizilinish yo'linishi sukut holatda row holati bo'ldi, ya'ni sukut holatda row bo'ldi. Rowdan boshqa endi shu row reverse yoki column reverse deb yozsak, shu holat bo'ldi. Ya'ni endi shu sukut holati, ya'ni row bo'lgan holatda bizniki sizgan yozgan kodimizniki altı maliyeti bo'ldi. Men buniki kodini ko'rsatib so'zlaysizlarga. Bu kodda unda men ma'ni qaytadan birini yozib chiqay. Unda qo'sa biz turni ochili, ya'ni bir hujjat xaltasini birini ochay. Diskning ichidagi darsni ichiga kirdik, HTMLni ichiga kirdik. Buni ichiga men 0005 deya. Endi ma'jaydan endi HTML hujjatdan birini quray, men tanlagandan keyin, men 5 ni tanlagandan keyin HTML hujjatni quray. Buningki index HTML bo'lsin. HTML betni qurib oldi. HTML 5ni tanladim. Tanlagandan keyin biz body'ga bir div'dan birini qurib oldi. Bu div'ninki nomi container olsun. Biz endi buni osonlashtiramiz. Ya'ni biz classning bir tal div var. Buni biz ismi container dedik. Chekni bosdim, container dedim. And then container tab qismini bossak,
Ma'u aletini chiqarib qo'yadi. Bu chiqqandan keyin endi biz darsimiz degankidek biz mush konteynerning o'ziga flex beradigan bo'lgandik. Endi biz buningki ichida ballar bo'ldi. Unda qos bu ballarga biz ism berlar, ya'ni bu o'xshashlar box bo'lsin, ya'ni qut bo'lsin. Tabni bosdim. Maqbullar chiqdi. Maniki nam 1 olsun ha. Biz bundan 7'ni köpeytip oldu. Ma 2 olsun. Ma 3 olsun. Ma 4 olsun. 5 olsun. 6 olsun. 7 olsun ha. Yani biz mani icra qilib ko'rib bakalım qanday ahvol chiqadi. Qarsak birini tab 7'gacha manda tik qorida ko'rinib turib bu. Unda qo'yib biz buni shu darsimiznikidek avval bir style berib oldik. Style ichiga biz endi konteynerni o'qib oldik. Konteynerni chaqirdik. Endi bu konteynerga biz kalik beriladi. Kaliki 100% bo'lsin. Bu 100% deganimiz qanchalik degan gap bo'ldi deganda 100% deganimiz mushu mousening mao strelkasi qaranglar. Mushu joydan mushu joygacha, mush oxirlashgan mushu joygacha. Ya'ni ekran qanchalik bo'lsa, shunchalik kengayadi. Kalik mushinchlik dedim. Undan keyin men buningga bir rang beray, background colorga rang beray. Buningki qimmati RGB bo'yicha beriladi. 150 147 147 olsun ha. Men buni ko'rib baqaya qanday qoldi. Qarsak, mush ilmitlarniki egizligi bo'yicha ma'jani ifodalab turgan mana. Kanat shunday bo'libdi. Buni kichiklasak mosh, shunday kichiklayadi bu. Endi biz bunday qilaylik. Bunga endi biz mana rang berib qo'ygandan keyin endi biz ma boxniki qilib baqla. Boxga biz boxni CSS ga buningni kanlikini beraylik. Kanliki 50 px olsun. Yoki 80 bo'lsin. 80 px olsun. Ondan buniki background color olsun. Bu green. Yani yeşil rang olsun. Ko'rib baqla. Qarsak hozir ma'lumot chiqdimi? Ma'lumot chiqdi. Endi bu ma'lumot chiqqandan keyin endi biz qanday qilamiz? Biz buniki choplashib olibdi hozir. Ma'lumotlar bir-birisi choplashib oldi. Choplashib olgandan keyin biz buni araytli. Araytish uchun qanday qilamiz? Araytish uchun biz bunga margin beraylik. Margin hamma tarafdan 10 px dan, ya'ni 10 px deb tursin. Ma xil izlash nima degan gap bo'ldi? Bu xil izlashning o'ziga qaranglar. Margin top 10 px margin left 10 px margin right 10 px margin bottom margin bottom 10 px degan mushu men mush 4 xil yozilishni mush orqali ifodalab qiladi. Tushunayapsizlar savoldoshlar? Yani biz endi mana ko'rib baqlar. Qarsak mandaq arilibdimi? Endi biz padding beraylik bunga. Biz bundan ham shu margin
right leftni qoldirsak bo'ldi. Yo'q. Yoki bundaq yoziladi buni. Margin 10px 10px bundaq yoziladi. Qanday bo'ldi ekan? Hech qanday farq yo'q. Bunda yozishning o'zimi üstü osti o'ng sol tarafdan 10px bergandek. Ya'ni biz buni qisqartirib bundaq yozasak bo'ldi. Padding beraylik-da. Paddingsiga 10px beriladi. Endi ko'rib boqla. Qarasak, ma'lumot keldi. Endi biz buni shu asos o'qqa tizimizda x o'qqa. Unda biz buni qanday qilamiz? Unda qo'ysa bizningki birinchi lab qilganimiz dal o'shaydiki displayni biz flex, ya'ni shu konteyner ichki narsalarni hammasini flex qilib bo'ldik. Elastic flex qilmoqchi bo'lgandik. Men berib o'tgandan keyin endi men qanday o'zgarish bo'ldi? Qarasak, men 7si menda tizilib turibdimi? Endi biza men xatni o'ttirib to'g'rilaylik. Xatning rangi oq bo'lsin. Unda bo'lsa colorsiga biz white oq rang beriladi. Undan keyin text alaginsiga center beriladi. O'ttirib tashilsin dedik. Qarasak ma'lumot keldimi? Bu alet kelgandan keyin biz 5 degankidek shu flex decoration dedik. Flex decoration deganimiz shu a'zoniki tizilish yo'nalishini belgilab turdi. Flex decoration a'zoniki a'zoning tizilish yo'nalishini belgilaydi. Unda qo'yib biz shu dotsini tutib turdi. flex decoration row deymiz. Row desak hozir ma'noda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki biz boya degankidek flex decoration'niki holatida bu row holati bo'ldi. Unda qo'ysa yan birisi qaysi xil holat? Endi biz bundaq bir masala uchrashimiz mumkin. Ya'ni mishno tizilishini ta'tirsiga, ya'ni x-spa deb qanday qilamiz? Row reverse ma bo'yicha qilsak, ma 1 miyadan boshlanadi. Ma. Shuni oldinglarmi? Ondan biz buni tik quruq tizmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? Tik quruq tizmoqchi bo'lib qolsak, biz buni column orqali qilamiz. Column qilaversak bo'ldi. Ma'no xosligini column qilaversak, bu tik quruq bo'yicha tizilgan bo'ldi. Endi o'xshashlar shu keyingi 7dan tort 7, 6, 5dan tort shunday tik quruq tizimiz deb qolsak qanday qilamiz? O'xshashlar miyaga reverse degan ma'lum parametrni beramiz. Buni bergandan keyin qarasak mana ma'lumot tizildi. Sal murakkab, lekin bu flex degan bu bir narsani bek esinglar tutib olmasanglar bo'ldi. Faqat men sizlarga shu darslikda darslikning PPT'sini sizlarga yo'llab qo'yib beraman. Mush PPT bo'yicha o'zingizlar qilganlar o'ylagan narsani men menda bir narsa qilsam bo'ldi deb o'ylaysizlar. Masalan, PPTni ochaya. Ekran yutgandan keyin masalan men bir tal box bazdoqa o'ng tarafida bir tal rasm bor. Team bor, undan teamning shuniki azroq bir qisqacha mazmun bor. Mana shu bir tal boxning ichida, ya'ni ramkaning ichida, qutuning ichida 3 xil element bor. Buningki birisi ma bir bo'lakni biz row bilan ifodalaymiz. Column flex decoration'ni row orqali ifodalaymiz.
Andın bu yani ikki bölek bölündü. Birisi mavi tarafı, yani birisi mavi. Bunun içinde kalımın var. Müşta bölümümüz. Yani biz xabar tor beketlerini yazsak mesela biz mavi nur torun açılı. Nur torun açsak mı o'xshash mana. Mesela maca qanda chiqirmiz deganda buni mundaq bölümüz cho'ng jihatdan. Cho'ng jihatdan bu ma'lati bo'ldi. Cho'ng jihatdan mavi ro bo'ldi mavi tishi ro bo'ldi. Yani bunun da ikki xil ilmit bor. Birisi mavi taraf, birisi mavi taraf. Birisi maroniki, birisi maresim bo'ldi. Yan birisi mavi xat bo'ldi. Endi biz ma resmini chiqarib bo'ldik deyli maroda. Endi biz ma ya qarsak Teams var ekan, endi ostida manbasi var ekan, yo'llangan vaqtda tushgan inkaslar var ekan. Biz buni qanday ifodalaymiz deganda, endi buni biz mundaq bo'lib olamiz. Ma'lani kolumn orqali ifodalaymiz, ya'ni qurlar bo'yicha. Ma birinchi qur, ma'ya ikkinchi qur bo'ldi. Müşta bölüp az-azdan qilib olamiz. Buni bölüp qilib bo'lgandan keyin endi buniki xatning cho'nkishligi, rangi, endi buniki qilmish ekranda turgan o'rnini belgilab olsaklar, mavi intayin osonlam chiqdi. Ya'ni sizlar bir kunimizni yoki bir appni yozmoqchi bo'lib qolsanglar, ya to'rbetni yozmoqchi bo'lib qolsanglar, bu shunda intayin oddiy bo'lgan narsalarni tarkibda. Ya'ni sizlar shunda bir narsalarni masalan mishni yozmoqchi bo'lib qolsanglar, xotir daftarlaringizlar yoki xotir yozamsizlar. Buni asos qurilmasini chiqarib olib, endi buni qanday narsalar ketadi, shu bir narsani o'ylab olgandan keyin endi kod yozishni boshlanglar, sizlar iziqib ketmaysizlar yoki uzun yo'l ma'lum ketmaysizlar. Unda davom qildi. Murakkablik ham desa murakkablik ekan. Mushun flexni o'zini bilib olsanglar, xiljiq bir narsalarni torib ketni qandaq bujular bo'lib qolsa yezib qila olasizlar. Material foydalanib bilan. Endi biz ma flexniki decoration'niki xoslikni o'rganib o'tdik. Endi yana qanday xosliklar bor? Yani bir xoslik ma'ni ko'rib qilib bo'ldik. Ma'lni ko'rib qilib bo'ldik. Roni ko'rib qilib bo'ldik. Kalmanini ko'rib qilib bo'ldik. Flex wrap kelimiz. Sizlar endi hozirgi mushu fursatdan foydalanib, men so'zlagan mushularning hammasini bir yozib chiqamsizlar. Kodimiz shu. Mush bo'yicha bir yozib chiqinglar. Anglamaslıq qanlıyınıqa. Dərsini tushgandan keyin shu men shu flexni intayin ters tushganga sog'lashlar. Ya'ni hozir menda so'sman deb bilmayman. Lekin menda jadval borda, shu jadvalga qarablar men ma'niki manda ekan deyman. Shuning bilan xuddi lug'atni izlagandek bir ish-ku bu. Bilinmagan xatniki tarjimasini biz lug'atni izlaganga o'xshashlaymiz. Shunga hamma narsani esda tutishning o'rni yo'q, hamma formularni, hamma kodni esda tutishning o'rni yo'q, faqat lozim bo'lganda qandoq izlashni bilsaklar bo'ldi. Men bu kodni sizlar qoldirasizlar. Mush bo'yicha chiqib chiqamsizlar. Sizlarga 15 minut vaqt beray. 15 minut vaqtda mushu row deymiz, row, reverse, column, reverse mushu 4 xil xoslikni ifodalab chiqinglar.
Yani çıkıp koydum ha. 15 minut vaqt yetdimmi yetmamdi? 15 minut yetdi do'stlar arkadaşlar. Biz ko'rib qaylab. Faqat o'zgartirib flex decoration deb yozib, mishaki row reverse, column reverse deb taqaysanglar, birdan chiqadi ha. Unda bo'lsa, hozir 33 o'tibdi. 15 minut vaqt berma ha. Unda hozir boshlanglar. Yaxshi ha. Yaxshi. Madrasal ig'i gap qilishi ina qaranglar, lekin buni yo'lni bilib olsanglar unchalar tez to'xtamaydi. Unda esa davomi kelamdoq. Davomi kelaylar unda bo'lsa. Yani hem de şu flexniki hem de wrap deymiz ha. Hem şu a'zolarniki bir tuzuqdim emasmi deganni ifodlaymiz. Ham buni sukut qimti wrap ha, ya'ni ma'na qasam yo'llanlar. Melodiya yo'llabda. Yaxshi. Ama ijro bo'lgan oltin bir rasm tadat etdinglar. Saqlaydi ya mana. New wrap. Yani biz ma'liyatdan misli chiqarib bo'ldik-ku, endi mana rovalet tutsin. Rovalet tutsin. Melodiniki yaxshi ya. Endi biz flex wrap uygunimiz ha, ya'ni shu bir tuzuq ustimi emasmi deganni. Unda qo'yib biz flex wrap. Yani buni holatda no wrap bo'ldi. Buniki hech qanday qilib bir tuzuq ustimi emasmi degannikida ishlamaydi buniki. Yani no wrap deganimiz bir tuzuq usti emas demekçi ha. Endi biz ikkinchi xoslikni ko'rib o'tdilar. Ya'ni wrapni ko'rib baqila. Wrap deganni. Wrap bo'lsa qanday bo'ldi? Wrap bo'lsa qarang mana. Wrap bo'lsa ma ekran patmagan qismi ostiga tushib ketadi ha. Ko'rdinglarmi buni? Mazmuni patmay qolib qolsa, yoki bu hamdaqa shu telefonimizga yonfon to'rko'yishlar bor-ku, yonfon betlari. Shunikida shu wrap degan mishni ishlatadi ha. Mas patqa vaqtida bu bir tuzuq ustida, patmagan vaqtida bu manda keyin ketdi. Ma'ni biz no wrap qilib olsak qanday bo'ldi? No wrap qilsak bu bir tuzuq ustida chiqdi ha. Tushunibdimi sizlar savodashlar? Davom so'zlayveray ya. Yaxshi melodiya tushunibdi. Tushunmaylik narsa esa buniki URL'sini bilib olsanglar ham bo'ldi. Unchalar test mazmuni yo'q bu darsda. Faqat URL'sini tushunib olsanglar ham bo'ldi. Ovozim normal sizlarga. Endi biz mana wrap reverse deganni ko'rib baqila. Endi bu qanday holat bo'ldi? Sizlarni so'rab qo'y. Wrap ya'ni wrap reverse qilsam, hozir mana
Ma alet qandaqqa alet yuz berdiğimishni bir to'pqa javob qilib yezinglar, ko'rib qilib baqay. Qandaq bo'ldi? Javob beringlar. Bilinmay qoldinglarmi? Yani hozir bu bet kichik holatda. Bet kichik holatda. Buniki boshlanish nuqtasi bir degan emas, o'ng tarafga o'tib, endi bu bet qur'atlaydi-da. Undaq bo'lsa, ko'rib qilib mana. Qarasak, mana 1 2 3 4 degan miyadim qildi. 5 miyadim boshlanib, endi buniki. Xil holatda, ya'ni buni undaq qildi. Betdan birini quray. Betdan birini qurib, men ekranga ko'chirib kirdim. Men bir saqlamasam bo'lmaydi-ku kompyuterga. Qarim qarshi to'g'ri. Qarim qarshmangda. Bayqo'chib ekr olay. Ekirgandan keyin yo'lni siz qilib bersanlar buniki tushunib ketalaysizlar. Ya bu yer demek yo'qni, Mana o'ttirib tatib olay. Bu yer demek yo'qni, Ya'ni reverse'niki buniki yo'llis qandatdi. Ya'ni reverse degan emas, keyin tarafini boshlaydi. Bu manda boshlandi. Manda bo'lib. Endi bu manda kelib manda boshlanib, manda bo'lib, eng oxiri bir to'xtdi. Aslida eng 5 miyatdi. Reverse'da manda bo'ldi. Faqat shu jadvalni tushunib olsanglar bo'ldi. Buniki kodini bilmasanglarmi? Shuniki kodni sizlarga yo'llab qo'yib berman, o'zim jadval chiqarib. Shu jadval bo'yicha o'zinglar qilmoqchi bo'lgan turniki amaliy talab bo'yicha jadval qarablar shu bo'yicha CSS'ni, ya'ni flex mishda yozsanglar bo'ldi. Bu butunlay yodlanishning hech qanday o'rni yo'q. Nurg'un narsalarni yodlaymisak, ba'zilar yodlash mumkin, yana ba'zilar yodlayolmaslik mumkin. Shunga hamma narsani yodlashniki undaq zaruriyat yo'q. Endi biz ikkinchisini ko'rib baqinglar, qaysinglar xat yozinglar. Ahadjonniki ekana. Yaxshi. Berib turibdi. Unda qo'yib biza bu wrapniki flex wrapnikini qilib bo'ldik. Ikkinchi mazmunimizni. Uchinchi mazmun so'zlaymiz, so'zlamaymiz arkadaşlar. So'zlab biringlar, sağlama so'zlab qilib birma, bo'lmasa aytgan so'zlasak bo'ldi. Yana 2 3 unda so'zlaya. Endi biz justify content degan narsa bor. Justify content. Ya'ni bu qanday bir narsa? Justify content degan narsa bu bir narsani biz ko'proq ishlatadigan narsa endi bu. Ya'ni biz ishlatmoqchi bo'lgan shu a'zoniki. Shu a'zoniki asos o'qitda qaysi tarafga joylashishni belgilab turdi, ya'ni justify content. Buniki hamda startda flex start bo'ldi. Unda qo'yib biz buniki kodini ko'rib andan yoziladi. Ya'ni
justify content mavi flexni reverse'ni o'chirib justify contentni biz start qilib baqila. Start qilib ko'rib baqila. Qarasak buniki flexniki biz ma beshi ko'ringan flex wrap bilan ancha farqi yo'q ekan. Yoki rowlar hech qanday farqi yo'q ekan. Lekin bu biz man en qilib baqila. Justify contentni en qilib baqila. En qilib baqsaqmi hech qanday o'zgarish yo'q. Start qilsaqmi mabet sal cho'ngroq chiqsin. Hech qanday farq yo'q, shundaqmi? Endi biz buni to'xtanglar flex start bo'ldi. Flex start. Men flex deplamanda start deplabdim. Bunda qilsa xato bo'ldi. Qarasak mana chiqdimi? Endi biz buni mavi o'ng tarafga chaplaymiz. Ya'ni flex end qilsak qanday harflar yuz berdi? Ya'ni buniki shu ishidagi a'zolarniki shu betdagi o'rnini mavut oxirgi nuqtasiga chaplaydi, chechiydi mishaga to'g'rilaydi. Bu flex start bilan flex endniki shuniki parametri. Endi buniki center o'tir to'g'rilash deb bir xoslik bor. Ya'ni flex center. Flex buni flex amaylam center desek bo'ldi. Endi mana mazmunni qap o'tir to'g'rilanda. Mana o'tir to'g'rilash bo'ldi. Endi ham birisi yak bunda qilmanglar. Sizlarga asorat bo'ldi. Flex start. Birisi bunda bo'ldi. Men izohlabmasam sizlarga foydaliroq bo'ldi. Justify content flex end bo'lsin. Buni kim ko'rib bo'ldinglar? Justify content niki center degan xoslikni ko'rib bo'ldinglar, ya'ni o'tir to'g'rilangan. Endi ko'rdingizmi? Space between justify content space between. Baxas qanday xoslik? Meniki ma Flutter darsini ko'rib baqqanlar buniki ma'nosini tushunda. Qaysilarning esida bor? Hech qaysilarning esiga qo'shaydi. Men ma'ni justify content space between qilgandan yo'g'i mush elementlarning hammasini ikki tarafga tam bo'lakdan chechiydi. Mana hammasiniki orliqlar o'xshash ikki tarafga chechiydi, ya'ni ikki tarafga muhlga asosida chechiydi buni. Yani bunu kichiklatsak barobar yiqilishidi, eng kichiklarlikagini to'xtaydi, chechiydi. Endi ham bir xoslik bor, space around deydigan. Space around bilan space betweenniki qanday farqi bor shuni biz ko'rib baqalar. Justify content space around. Hozir men qaraylar. Qarasak ancha farqi yo'q. Biz buni cho'ngaytdilar. Cho'ngaytgandan keyin ikki tarafdagi orliqmi tang cho'ngayotdi. Space between'nikidan faqat ikki tarafdagi orliqda hech qanday o'zgarish bo'lmagan, lekin space around'da orliq o'zgaryapti-da. Tushunayaptimi sizlar sog'dashlar? Bak anqaramay qilib qolsanglar biz shu darsni tur ishlagan vaqtimizda tushunamiz buni. Bo'libmi mana justify content and mana space between degan narsalar bizniki nurg'ulon UI'larni chiqarishda intayin ko'p ishlatiladigan narsalar. Endi biz mana float bilan float deymiz. Undan keyin positionda chiqarmiz deb qilib qolsak bu intayin
bir test bir mezmuna. To'g'ri. Kitob qarablam yazsanglar bo'ldi. Qiyin narsa emas bu. And then bu space aroundniki space between bilan bo'lgan farqi yana birisi var justify contentniki space evenly deydi. Buniki qanday farqi var? Biz buni ko'rib boqaylik. Ijro qildim. Hech qanday farqi yo'qdek ko'rindi. Biz buniki betniki cho'nqini ko'rib boqaylik. Qarasak yo'g'onatida, ya'ni ma'arliq bilan ma'arliq o'xshasha, ya'ni ma'arliq bilan ma'arliq space around qaraganda ma'arliq texnik kengayib ma'noda ma'noda. Ma'arliqni bekrek kengaytib ma'noda around qaraganda. Tushundinglarmi savolashlar? Bugun bo'lsa darsimiz endi bizning so'zligimiz mush bo'lsa biz ma'nodagi alt tuqumdan biz flex decoration'niki so'zlab bo'ldik, flex wrap'ni so'zlab bo'ldik, justify content'ni so'zlab bo'ldik, flex flow olgin aytimiz, olgin content. Estish ta'sirlik, lekin shu kitobga jadval qarablik qilsanglar nur turnikini chiqarib qo'ygandoq mana chiqarib baqsaq deydi. Buni chiqaramiz deb qolsak vaqt chiqara ketib qolarmi, kallamni ilishib ketami? Buni hozir men buga o'rgangan narsalarni chiqarib etkil bo'lmaydi buni. Chiqarib qo'ygandoq chiqaramiz, buni chiqarmaymiz. Hozir shu bugungi mazmunmi xil bir seviya talab qildi, ya'ni hozir 52 minut bo'lib qolibdi. Chiqarmaylar. Ya'ni-chi chiqarlar. Unda bo'lsa, men mishbetni o'ziga qilay, yoki bo'lmasa betni birini quray. Mishaga nur chikitsim bo'lsin, nur chikit HTML olsun. Bugungi mana shu mazmunlarimiz chiqamchiqmim deb ko'rib boqinglar. Aslida bundaq murakkab narsalarni hozir chiqarmay tursak yaxshiroq bo'ldi-da. Bir tal konteyner izvollar. Konteynerning ichiga biz ma'ni tahlil qilaylik. Qarasak biz tishini bir cho'ng konteyner dedik. Bir cho'ng konteyner dedik. Endi buni ichiga qaraydigan bo'lsak, ikki tal div bo'ldi. Birsi bir tal div bo'ldi. Buning ichida ikki mazmun bor. Ya'ni tishlik konteyner desek, mayada row bor. Unda bo'lsa biz buni chiqarlar. Bo'ldi. Ma'ni chiqarmaylar bu savolashlar. Mishman sizlar topshiriq berib boqaymi? Mushni sizlar bir chiqarib qo'yinglar, shu buga o'rgangan dars qatda. Unda bo'lsa mush bo'yicha qilinglar. Atkelkesh ders var savodashlar. Unda bo'lsa darsni tushkichi bo'g'arliqda men bu darsni to'g'ri yo'lga turma.
O'zinglar bir izinib qilib qo'yinglar. Tupianni chaqiriq qilish nima yutib qilib qo'ydim oldin soat darslarimizni bag'o. Masalan, IMG-doqa SRC-ga biz shu bar resmini adresini qilib bersak bo'ldi. Meniki resmi kirib olmabdimi? Mushaga adreslarni ko'rsatib bersam kirdi. Ama kodemmonlar bor bo'ldi-ku, buni so'zlasam bo'ldi. Yoki bo'lmasa men yani resim tatib evatib beray. Yani sizlar ko'rdinglarmi yo'lda? Unda esa darsni tushirlar savodashlar. Yani men to'xtatay.